Menga absolyutno farqi yo'q. Xullas, bugun tushuntiradigan narsam qisqa. Har doim o'zi qisqa deyman-ku, babi yarim soat chiqib ketadi shu video. Xullas. Men aytaman ekan to'xtaymi? Hech narsani ideali yo'q, lekin o'zim uchun 1 yil oldin kashf qilgan narsamni haligacha ishlatib kelaman va juda yordam beradi bu narsa. Misol uchun o'rtacha hamma oyiga necha pul topishni biladi. Lekin endi undan tashqari, misol necha pul topishingizdan tashqari qilayotgan xarajatlarimizni biz qanchalik boshqaramiz o'zi. Kim misol o'zi qilgan xarajatlarni yozib boradi, yozib bormaydi. Yozib bormaydigan boraman. Yozib boraman. Bittasi yozib borasiz. Yozib boraman. Men krupnidan yozib ketaman. Krupni Manadan yozmayman qandaydir. Men krupnidan yozaman lekin. Krupnilardan tashqari Krupnilar achishtiradi-da. hammasini yozish kerak. Hisoblaganimda qo'shib kelib chiqadi lekin. Hammasini yozish kerak. Yangi ustunma bir xil chiqadi. Tushunadi bu o'ylaysan, chunki Abdulla akamlarimiz bekordan bekorga cho'chqacha biz qilmaymiz bir 50-60 ming yo'q bo'lib qoladi-da, qidirasan, o'tirib ol. O'tgan safar 2000 pul yo'q bo'lib qoldi. Oxiri 2000 qattaligini topdim. 2000 tashlab yubordi, o'sha yerdan kelib qoldi-da u. Xullas o'sha. Короче, birinchi o'rinda sizlarga kerak bo'ladigan narsa Money Tracker ilovalari. Ya'ni Money Tracker o'zini nimaligini bilasizlar. Agar bilmaydiganlar uchun mabodo, YouTube'imda millionlab odam bo'lib ketsa, mabodo ana Money Tracker nima u deydigan odamlar uchun special aytaman. Siz shunchaki u yerga kirib, o'zingizning xarajatlaringizni, o'zingizning topgan pulingizni yozib qo'yasiz. Bu Money Manager va hokazo. App Store'da yoki Play Marketda Money Tracker yoki Money Manager yozsangiz millionlab ilova chiqadi. O'zingiz xohlaganingizni sketch qilib olib ishlataverasiz. Xo'p, endi asosan bazaga o'tadigan bo'lsak, kelinglar. Sizlarga sonlar bilan hisoblab ko'rsatib berganim ma'qulmi yo shunchaki foizlarni aytib qo'yganimmi? O'rtacha 5 milliondan olsak. Xo'p, o'rtacha 5 milliondan olamiz. Mayli. 5 million so'm bir oyda men misol uchun pul topdim. Men bu narsani 1 yil oldin qilishni boshlaganman va aytganimdek hozirgacha qilib kelaman. Birinchi o'rinda 20% qarzlarim. Mabodo qanaqadir qarzlarim bo'lsa. Matematikaga yomon bo'lganlar uchun bu yerda 1 million bo'ladi. Xo'p. 10% investing. Ya'ni investitsiya, sarmoya dedim. Shunaqa sarmoya qilib boraman. 5 milliondan bu 500 ming so'm bo'ladi. Hozir, u narsaga yetib boramiz sekin-asta. 2,5% sadaqa. Ya'ni biz o'zi musulmon sifatida u dunyoda hisob-kitob qilishimizga iymon keltirganmiz va topgan pulimizdan sadaqa bermasak, menimcha va meni o'zimning fikrim bo'yicha, subyektiv fikrim, bilmadim. Men o'zimni qilayotgan sadaqalarimni ham yozib boraman va aytaylik men misol mana hozir men bittaman. Men o'tgan yili, ya'ni 1 yil oldin men bu holatda bo'lganimda umuman shu o'zimni nafaqat moliyaviy butun hamma narsani boshqarib va aytaylik nargi dunyoda hisob-kitobimga tayyorlanishni boshlaganman. Va aytaylik bu paytgacha nech pul topganim va nech pulimdan nech pul sadaqa qilishim kerakligini bilmasligim mumkin. Lekin bundan keyin topgan pulimdan nech pul sadaqa berishim kerakligini va qanchasini berganimni hammasini yozib boraman. Va misol uchun men shu muddat ichida aytaylik 1 million so'm men sadaqa qilishim kerak bo'lsa, men oshig'i bilan 1 million 100, 1 million 200 qilaman. Ya'ni men bitta egalarni ham sal-pal qoplash uchun. Bu nafaqat sadaqa berish, bu ko'p narsalarga bog'liq. Ya'ni bu nima bo'lishi mumkin? Bu misol 5 vaqt namoz o'qish, 30 kun yiliga misol roza tutish, sadaqa va hokazo. Da. 2,5% sadaqa. Hop, nech pul bo'ladi? 125 ming. Malades. Xo'p, mana misol uchun men mana shunaqa 20% qarzlarimga berib yubordim.
10% investitsiya qildim, 2,5% sadaqa berdim. Общий menda 1,625,000 so'm xarajat paydo bo'ldi. Bu degani boyagi 5 milliondan ayiradigan bo'lsak, 3,675,000 bo'ladimi? 5 million minus million biz qilgan qarzlarimizga bergan pulimiz, 500 ming so'm investitsiyamiz va 125 ming so'm. Va bizda umumiy 3 million. Nimaga bu marker kundan kunga yomon yozib boryapti? 3 million 375 ming so'm. Men markerlar umrbod deb o'ylardim. Qachon uzoqroq muddatga yetadi deb o'ylardim bu nomardni. Da, agar esimizda bo'lsa olamiz. Xo'p, 3 million 375 ming so'm. Bu yerda men o'zimning pulimni 100% deb qaragandim va bu yerda ham men o'zimning pulimni 100% deyman. Ya'ni men qarzlarimni berib olib, investitsiya o'sha alohida pulni sarmoya qilib qo'ygandan keyin, sadaqalarimni berib bo'lgandan keyingina bu pulim men asosiy o'sha daromadim deb hisoblayman. Buni 100% qilib belgilayman. Buni 3 xil kategoriyaga bo'laman. Birinchisi 50%. Bu yerda 30%. Bu narsani ChatGPT'da ham yoki kitoblarda ham o'qishingiz mumkin. Men sizlarga shunchaki tushuntirib beraman. Birinchisi 50% da menda need to, bu yerda have to, bu yerda want to. Ya'ni men qilishim majbur bo'lgan narsalarim, qilishim kerak bo'lgan narsalar va qilishni xohlaydigan narsalarim. Mabodo agar ingliz tilini yaxshi tushunmaydigan insonlar bo'lishi uchun. 50% need to kategoriyasida men asosiy qilishim kerak bo'lgan narsa bu yashab qolish. Yashab qolish. Bu har kuni obed va hokazolar. Yashab qolishdan tashqari, misol uchun men ishga kelib ketishim kerak va hokazolar va bu umumiy jihatda transport. Transport ham taksi bor, avtobus bor, misol jamoat transporti bor va taksi bor. Men taksini want kategoriyasiga qo'shaman, sababi men o'sha taksida borishning o'rniga voqliroq chiqib avtobusda transportda borsam bo'lar edi. Va shunchaki o'zimga komfort qilish uchun want kategoriyasiga qo'shganman va want asosan o'zimizning komfortimizga bog'liq. Shuning uchun taksini men want kategoriyasiga qo'shganman. Yashab qolish, transport va nimalar bor menda? Qiziq. Xolisanglar o'zimda bor kategoriya hammasini yozib beray. Ha? Nima? Ijara. Kvartira. Ya. Ana xayolda ro'zamiz kunimiz o'qiyapti bu bola demoqchi edim. Socha olish, foto olishlar ham yo'q. Bo'ldi, tushundim. Men o'zim hamma kategoriyani yozib bera qolay, o'zimnikini tinchgina. Anavi gapim bor. Agar bo'lsa, puling masalan 100% bo'lsa, ko'chadagilar 70%ni, 70% miqdorini, Telegramga 40%ni aytganmiz. Yo'q, mana 1 million pul olsangiz, bu 100% bo'ladi. Telegramga 70%. Voy, o'zi ideal narsa bor. Bitta zo'r narsani umringlar davomida va umringlarni oxirigacha eslab qolinglar. Erkak kishining daromadini hech kim bilishi shart emas. Hech kim bilishi ham kerak emas. Sababi bir insonning daromadini bilgan saringiz, u bo'yicha fikrlashingiz, u bo'yicha uni baholashingiz subyektiv bo'lib qoladi. Misol uchun men shunaqa zo'r insonlarni bilaman, ular bilan gaplashsangiz dunyoqarashi keng va juda ko'p narsani biladigan inson. Lekin oyiga misol 4-5 million oylik ishlab yurgan odamlarda ular. Va shunga qarab, nega shunchalik dunyoqarashi keng bo'lib turib 4-5 millionga ishlab yuribdi ekan deb qoladi odam. Va ba'zi bir insonlar bor, vro'ja hech narsani bilmaydi, g'ir tupoydan tupoydi, lekin oyiga 2000-3000 pul topadi. Qanaqa qilib deysan? Shuning uchun imkon qadar nech pul topayotganinglarni hech qachon hech kimga aytmanglar. Misol, men nech pul topayotganimni hech kim bilmaydi. Da, kompaniyadan men qanchadir oylik olaman, lekin bu mening asosiy daromadim emas. Xo'p, birinchisi bizda need kategoriyasi. Need kategoriyasida birinchi o'rinda turadigan menda narsa bu medikamentlar, ya'ni o'zbek tilida dori deyiladi. Markerimizni yozmay qoldi-yu. Marker bormi ichkarida?
Bularni kesib Ayol o'qitgan bo'lganlar. Qaysi kompyuter base Hayır, topshiradi. buni qizil yo'qolgandan keyin. Nima bu bechora? Oldincha foto yozib keyin qoladi. Xo'p. Birinchi o'rinda bu dori. Sababi o'z vaqtida sog'lig'iga qaramagan inson baribir yashab qolish uchun dori olishi shart. Ikkinchisi bu ovqatlanish. Ovqatlanish majburiy ovqatlanishlar. Misol, obed qilishim yoki qayerdadir ujin qilishim. Restoran, kafelarga borishim bu hammasi want kategoriyasida bo'ladi. Undan keyingisi transport. Xo'p, kiyim. Da. Kiyim majburiy kiyim. Misol, men bu o'zi shundoq ham kiyishga kiyimim bo'lib turib, qanaqadir kiyim olsam, bu уже want kategoriyasida bo'ladi. 5 million pul topayotgan odam kiyimi bo'ladi. Hayvonlar safar qilib Estoga qo'ysangiz. Ha? Yo'q, menda niyatdaligi. Chunki aytayman, o'zi kiyimim juda ko'p-da menda. Men kiyim olishim o'zi shart emas, lekin ba'zi bir holatlarda, misol, sezon almashgan payti, yozdan kuzga o'tgan payti yoki qishdan bahorga o'tgan paytda o'sha sezonda yoki hozir qanaqadir kiyim olishim shart-da. O'shanaqa holatlarda qanaqadir kiyim olishim mumkin. Bu asosan oyoq kiyim va hokazolar. Hop. Yo'q. Produkt. Ya produktdan emas, bu narsani nima deydi? Tak. Ro'zg'or-da o'sha narsa. O'zbek tilida ro'zg'or deydimi? Produktda, ha, produktda deydi o'zimizda. Hop. Bu yerda kiyim va Aynan produktni yozaman. kiyim. Bu yerda ro'z. Hop. Ro'zg'or. Suv plus choy. Choy? Da, choy. O'zi oladi. Nima? Suv choy. Qanaqa suv choyni o'zim olaman. Da, misol qayergadir ketdi-da. Misol uchun men ko'chada ketyapman. Chanqagan paytim sezonga qarab yoki suv olaman yoki choy olaman-da. Lekin ba'zida qitmirlik qilib energetik olgim kelib qoladi yoki qanaqadir pinakoladalar olgim kelib qoladi yoki qanaqadir raflar olgim kelib qoladi. O narsalar hammasi want kategoriyasi. Lekin men shunchaki chanqog'imni qondirish uchun menga choy yoki suv yetarli bo'ladi. Shuning uchun bular hammasi need kategoriyasida. Da. Kommunalka va hokazo. Kommunal. Hop, have to kategoriyasida. Birinchi o'rinda kurslar. Ya'ni o'zimni ta'limim, o'zimni nimadir o'qishim, o'rganishim. Yashab qolish uchun ikkinchisi nima uchun desak bo'ladi? Ikkinchisi bu kelajagingizga bo'lgan sarmoya. Misol uchun mana bu have need kategoriyasi sizni plyusni yarmi hozir yashab qolishingiz uchun kerak. Qancha siz 100% ni to'liq ishlatib olishingiz mumkin shu yerda. Lekin siz yarmini ishlatib, qolgan yarmini 30% ga siz kelajagingizga qanaqadir foydasi bor narsalarni qilasiz yoki uzoqroq muddatdagi narsalar qilasiz. 20% shunchaki kayf uchun. Kurslar, parikmaker, nima deydi? Sartarosh. Da, barbershop, da. Hop, kitob, parfyum. Hop, sartarosh bilan parfyum nimaga? Bitta parfyum olsam 1 oylik emas, ya'ni bir necha oylik yetadi. Yoki sartaroshga borsam, misol, u oymoy bo'ladi, lekin meni hozirgi holatda to есть bir martalik narsa emas-da bu. Men bitta misol dori ichishim bu qisqa qanaqadir muddatli bo'lishi mumkin. Bular meni kelajagimga ham ta'sir qiladigan narsalar. Misol, sartarosh hozir sizni sochingizni bir marta g'alati noto'g'ri qo'ysa, u kamida 1 oy shu asorat bilan yursa va hozirgi holatingizga juda ta'sir qiladi bu narsa. Parfyum da. Parfyum razli olasiz. Qanaqa razli? Yo'q, flakon. Просто parfyum va mushkambar farqi bor-da. Kichkina mushkambarchalarim juda ko'p. Atak asosan parfyumda idishli. Hop, zal qanaqadir tadbirlar, kurslar bilan tadbirni yonma-yon yozib qo'ying. Da hammasi zalning ichida bo'ladi. Bu yerda sport food yozib qo'ying mayli. Bu yerda tadbir hammasini yozdim. Mana bu parfyum, kitob, atelye.
qanaqadir oldin juda ko'p atelyega kirardim, hozir kirmayman. Oldin kostyum, ko'ylak, nimadir olsam har doim borib tiktirib o'zimga moslashtirardim, hozir tupurgan joyim bor u narsaga. Wi-Fi internet rosa yoqish qanchalik muhim? nima? Wi-Fi o'zim Hozir netda o'tib ketish kerak emasmi deyman hozir. nimaga? Hozir internetsiz yashash qiyin. Вот именно sizga qiyin bo'lishi mumkin, lekin menga shart emas. Chunki ishxonamda Wi-Fi'm bor. Ishxonamda o'zi asosan umrim o'tadi. Shuning uchun menga uyda Wi-Fi kerak emas. Uyda hech kim Wi-Fi pashta ishlatmasa kerak. Shotim. Da, telefonim shotim ham bu yerda xuddi shunaqa. Mobile phone deylik. Xullas ikkalasidan bittasi. Yoki xohlasam Wi-Fi'imga tashlayman, uyda ham Wi-Fi, ishxonada ham Wi-Fi bo'ladi. Yoki xohlasam telefon nomerimga tashlashim mumkin, o'shanda ham ishxonada ham boshqa payt shotimda bo'ladi. Lekin shunchaki uydagilar ham shu Wi-Fi'dan kerak bo'lgan payt yoki qanaqadir mehmon kelib qolgan payt, jiyanlarim kelgan payt foydalana olishlari uchun uyda Wi-Fi ham, o'zim shotimga ham hammasi have to kategoriyasiga kiradi. Sizlar kutmagan unexpected bitta narsa bor. Uni narsani keyin aytaman. Yo'q. Yo'q. Xo'p. Want kategoriyasini shunchaki ta'riflab berishim shart emasdi. Mana shu ikkitasiga kirmagan narsaning hammasi want bo'ladi. Ha? Men uchun bo'ldim nima? Ular want-ga kiradi hammasi. Xullas, sizni ko'nglingizni ko'taradigan hozircha vaqtingiz o'sha dam olishingizga yordam beradigan narsalar hammasi want kategoriyasida. Shu narsa men want kategoriyasiz siz yashay olasiz. Misol energetik olishim bu want kategoriyasiga kirishning sababi men energetiksiz yashay olaman. 2000 kamroqda, 4000 kamroqda to'yasiz bo'ladi, ancha boshlaysiz, want ko'tardimi? Yo'q. Nimaga? Chunki meni talabim, meni ehtiyojim shu yashab qolish uchun. Bu degani siz birinchi o'rinda shu kategoriyalarni yozib chiqib, siz o'zingiz shu narsani o'zingizga moslashtirishingiz kerak. Ya'ni meniki bo'yicha yashang degan anoyim yo'q. Xullas, men bab topolmaysizlar. Bu mountains. Toqqa chiqishimda. Men toqqa chiqishim hammasi have to kategoriyasiga kirishining sababi bu ma'naviy hordiq. Bab inson o'ziga, miyasiga dam berib turish kerak bo'ladi. Qolgan hammasi bu kategoriyasida. Tadbirlar, tadbir emas, misol bayramlar, tug'ilgan kunlar, sovg'alar, energetiklar, taksi, maksilar hammasi, ya'ni bu kategoriyaga nima kirmasa hammasi bu yoqqa kiradi. O'zi qancha yetib keldi? Aksessuarlar, kino, kafe, restoranlar, kino, kafe, restoranlar, o'yinchoqlar, даже misol kofe, gazirovka hammasi. 3375 ming. Bo'lib qo'yaylik. 50 o'ttiz emas. 3375 3 million Ha, 375 million. Hop, 3 million 375 millionni 50% 1 million 687 ming 500 so'm. Hop, 3 million 375 ming has 3 million 375 ming 30% 1 million 012 ming 500 3 million 375 mingni 20% 675 ming so'm. Sizni kontraktingiz nima? Qanaqasiga netto? Yo'q, netto emas. O'qimasdan Ya. yashamasdan Yo'q. Bir kursizga berganimda heftuga bera olmasak. Yo'q. Tepasdagimi? Ha. Invest. Yo'q, investdan emas u. sadaqami? Qarzlaringiz u. Men o'qishga bosib qo'yganman, o'sha qazorga kiritganlar platformasi o'tkazdi. Albatta. Ya'ni siz oyiga misol o'sha universitetlarda mana qarang. Agar mana bu 1 millionlik mana bunaqa narsa. Ko'pincha mana bu qarzdorlar degan bu narsani ko'plarga tushuntirib berganman. 20% qarzlar deganimda ba'zilar aytadi, men har doim ham qarz olmayman deydi. Har doim ham qarzim bo'lmaydi-yu, men yashay olaman-ku deydi. Yoki ba'zilar aytadi, biz nech pul olsam, nech pullik narsani men kreditga olsam o'zini oqlaydi yoki shu narsa stoyt yoki shu narsa menga qanaqadir zarar yetkazmaydi moliyaviy deydi, moddiy zarar yetkazmaydi deydi. Aytaman, banklarning fikri boshqacha, lekin meni fikrim
bir oyda agar qanaqadir o'qishing, katta o'qishing, misol universitetni yoki boshqa narsani kontrakti bo'lmasa, boshqa kreditlaring bo'lmasa, oyiga topadigan stabil o'rta daromadingni 20% gacha bo'lishi kerak. Ya'ni seni bir oylik kreditga limiting 20%, lekin bankka kiradigan bo'lsangiz hozir 4 million, 10 million, 30 million chiqarib beradi. Lekin oyiga siz 1 milliongacha limit qarz kreditni yopa olasiz. Moliyaviy holatingizga zarar bermasdan. Misol uchun men 1 million 687 ming 500 so'mga yashash mumkinmi deyshadi. Yashash mumkin. Absolyutno yashash mumkin. Misol kuniga siz 30 mingdan ovqatlanadigan bo'lsangiz, haftasiga 6 marta ishlasangiz, oyiga necha pul bo'ladi? 30 kundan ishlasangiz, oyiga 900 ming so'm bo'ladi. Kuniga 50 mingdan ovqatlansangiz, o'shada qimmatroq. Notak o'rtacha. Ha? Ya 1,5 million bo'ladi. 30 kun ovqatlansangiz. 200 ming so'm bo'ladida bular. 200 ming so'm o'tkazamiz. Ancha. Hozir minimum 1 million qilib qo'yibdi. Oldin 100 mingdan boshladi, 500 mingga chiqardi, 750 mingga chiqardi. Bilmayman. Xo'p, qisqacha aytganda shu. Agar mabodo kimdirni shunaqa baxtli insonlar bo'lsa oramizda, qarzlari bo'lmasa, meni qarzlarim yetarlicha ko'p, shuning uchun menga aytmayman, bu narsa menga tegishli emas. Kimdirdir qarzi bo'lmasa, aytishi mumkin, "Xo'p, meni qarzlarim yo'q. 10% investitsiya qilib qolaman, mana bu yerda 2,5% sadaqani beraman. 1 million so'm mana 3 million 375 mingga qo'shiladimi deb savol berishi mumkin. Chunki shu savolni berishgan. Bilmayman, sizlar juda passivsizlarda o'lib qolganda yoki ro'zaliginglar sababmi? Xullas, oldin shunaqa savol berishgan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Misol, sizni qarzingiz yo'q, absolut. 1 millionni qayerga tiqqan bo'lardingiz? Agar Yashash imkoni aytgan kitobingizda bor, yashash uchun yetarli pul bo'layotgan bo'lsa, fond bilan nisbatan pulni ba'zilarini olib tashlash ma'lum bir muddatga yetmaydi, chunki investitsiya qayta kiritish kerak, bir. oldin pul yig'ib oling, o'ylab ko'rasiz. Endi 500 ming oyiga chiqadi-da. Hozir 500 mingdan Mana shu 3 yil yig'ib olsangiz, qancha bo'ladi? Rosa yig'ishga investitsiya. ehtiyojlarga 1 million 3 ga bo'lib, 3 o'rga Qolmas, zalga chiqmasdan turib qachon natija ko'raman degan narsalar bu. Masalan, P2P qilsa bo'ladi. P2P qilsa bo'ladi. masalan, Iman Invest bor, nisbatan hozir 1 millionga chiqarib qo'yibdi, lekin 27% deyapmiz yillik. O'sishi. Bu degani yiliga 1 million pulni 170 ming chiqadi degani. Bu juda zo'rda. Agar shunaqa chiqara olsangiz. Chunki Iman Invest halol, chunki zarariga ham foydasiga ham sherik bo'ladi deb aytib o'tdim. Mudoraba savdo. Mudoraba. Shunaqa. Lekin Imanni bundan qo'ymagan. Ajinliklar bosdi. Ulardan so'radim, ular mashinnik emasmi desam, ular yo'q deyishdi, keyin eslashdi. Agar mashinnik bo'ladigan bo'lsa. Xullas, agar qarzlaringiz bo'lmasa 1 million pulni yoki o'sha 20% daromadinglarni qayerga tiqish? Absolutni menga farqi yo'q. Qayerga tiqishinglarni hamma o'zi xohlaydi. Misol uchun men o'zimning holatimda bu narsani ko'proq investingga tiqardim va sadaqani ko'paytirardim. Sababi misol men bitta 2,5% sadaqa qilayotgan bo'lsam, shu narsani 7,5%, ya'ni 20% ni 5% bu yoqqa ketardi, qolgan 15% investingga ketardi. Men o'zim shaxsan shunaqa qilgan bo'lar edim. Xo'p, investing qayerga pul joylash mumkin? Eng zo'r sarmoya bu Malatsi. O'zingizga qilingan sarmoya. Yostiqda tagi deydi bu ham. Xullas. Bu hozir sizlar shu narsani aytdinglar-da. Investitsiya qilish uchun pul yig'ib olinglar. Yostiqda tagida. Yig'ish davomida Iman Invest bor. O'zingizga xohlasangiz dollar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz Iman Investga o'xshagan qanaqadir investitsiya fondlariga pul tiksangiz bo'ladi. Xohlasangiz aksiya, xohlasangiz boshqa narsa. Xohlasangiz tilla. Nima? Masalan, pul chiqarish kerak bo'lsa qancha pul chiqaradi? Iman Investmi? Agar siz 1 yillik shartnoma tuzgan bo'lsangiz, 1 yildan o'tgan bo'lsa, o'sha kunning o'zida chiqarish mumkin. Agar siz 1 yil davomida pulingizni chiqaraman desangiz, ya'ni bugun pul soldingiz, 3 oydan keyin pulni chiqarib olaman desangiz, yana 3 oy moderatsiya jarayonidan o'tishingiz kerak bo'ladi. 300 kerak bo'ladi. Ha? O'zingizni tillayingizni borasiz, arzon narxlaydi, o'sha pulni sizga beradi. Siz o'sha pulni qanchadir muddat ichida qaytarib olib kelib berib, o'sha tillayingizni qaytarib olib ketsangiz bo'ladi.
foizga ishlaydi, albatta ishlaydi. Tillaqsa ham bo'ladimi? Kichkina summada tillaq bo'lmaydimi? Kichkina summada qilsa bo'lmaydi. Birinchi dollar qolish kerak, keyin tillaga o'tkazish kerak. Shuning uchun aytdimda, bu ikkita narsa asosiy. Birinchisi o'zingizlarga, ikkinchisi dollarga. Ya, o'zi Lombard bilan ishlashni tavsiya berasiz. Yo'q, pul srochniy bo'lib qolgan payt kerak u lombardlar, boshqa payt kerak emas u lombard. Ha, короче, Lombard u investitsiya emas. Lombard bu sizga pul kerak bo'lib qoldi. Siz oldingizda faqat sotadigan, misol mana kumush uzugingiz bor. Aytasiz, mana dodamdan qolib ketgan kumush uzugi deysiz, shuna borasiz, narxlaydi. Aka, bu ukam bu uzugingga 100 ming so'm beraman deydi, qo'lingizga 100 ming so'm pul beradi. Bor, yo'qoldi. Bir oy ichida siz o'sha 100 ming so'mni topib, o'sha lombardga qaytib kelasizda 100 ming so'm pulni berasiz, mana uzugingizni olib ketasiz qaytib. ular nima foyda qiladi? Shunaqa. Bilmayman, ishim tushmagan, lekin menga shunaqa tushuntirishgan va shunaqa tushuncha bor. Foiz qo'yadi. Foiz qo'ysa kerak, bilmadim. Qarshi 100 ming pul beradi, ertaga sen bir oydan keyin 100 ming. Xullas, shunaqa. Birinchi o'rinda sizlar o'zingizlar qilayotgan har kunlik xarajat va topayotgan har bir tiyinlarni hisoblab borishinglar kerak. Sizlar ham bugundan boshlanglar, ertaga emas, keyingi hafta emas, keyingi dushanba emas. Bugundan boshlash kerak. Bugundan, misol, har kuni qilgan xarajatingizni yozib borishni va misol bugundan boshlab nech pul topganingizni hammasini hisoblab boring. Misol oyi boshidan nech pul oylik tushganini bilasiz, o'shani kiritib qo'yasiz va bugundan boshlab mana hop, bugun mana bunaqa xarajat qildim, bugun mana bunaqa xarajat qildim. Hamma xarajatlaringizni yozib kiritib borishingiz kerak bo'ladi. Sababi aytganimdek, biz musulmon sifatida iymon keltirganmiz va bu yerdagi mana sadaqa etapi juda muhim narsalardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni siz u dunyoga borgan paytingiz shu yer sharida yashab turib sen 100 million pul topding. Qanchasini sadaqa qilding? Yoki o'zingizga o'zingiz savol bering, oxirgi marta qachon sadaqa qilgandingiz? Siz o'zingiz u dunyoda hisob-kitob qilinishingizni bilib turib, lekin bu dunyoda o'zingizni hisob-kitob qilib bo'lmasangiz, bu juda qiyin-da. Misol men o'sha aytganimdek, o'tgan yili men 3 ta narsaga o'qiganman. 3 ta narsa bo'yicha o'zimni hisob-kitob qilishni boshlaganman va bu narsa hali mukammal emas, lekin bo'lgan narsa shu. Misol uchun hozir men mana bu yerdaman. 2024 da mana bu yerdaman. Va 3 ta narsa bo'yicha o'zimni hisob-kitob qilishni boshlaganman-da. Bu birinchisi 5 mahal vaqtida o'qish. 5 mahal vaqtida o'qish. Ikkinchisi bu ro'za. Uchinchisi bu sadaqa. Ya'ni men mana shu kundan boshlab har kuni 5 mahal o'qiydiganimni nazorat qilib boraman. O'sha kundan boshlab turib ro'zalarimni hammasini nazorat qilib boraman va sadaqamni hisoblab boraman. Ya'ni shu kundan boshlab bu yog'iga belgilangan, misol har yili o'sha Ramazon oyidagi to'liq ro'zani tutish, 5 mahal kuniga 5 mahal o'qish, vaqtida o'qish misol har topgan daromadimdan eng kamida 2,5% ni berish. Lekin bundan oldingisi nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, shunchaki oldingisini hammasini qarz qilib yozganman o'zimga. Ya'ni oldin nech pul topganimni taxminan bilaman. O'sha pulimdan o'zimga umumiy shuncha sadaqa qilishim kerak degan qarzim bor. Ya'ni aytganimdek, 1 yil davomida, misol men 2024-yilda men 1 million so'm sadaqa qilishim kerak edi. 1 million so'm emas, 1 million 100 yoki 1 million 200 qilaman. Bundan oldingi men bu o'tgan yil men o'zgarish nuqtadan oldingi bo'lgan sadaqamdan minus qilib boraman. Imенно bu yildan oldin ham 5 mahal namoz o'qib borardim. Lekin o'sha kuni qaror qildim, ya'ni o'sha kundan отчет hisoblangan. Undan oldingi qilgan o'qiganlarimni shunchaki qazo sifatida qilib, ya'ni o'sha erkak kishiga joiz bo'lgan o'qilish yoshi kelgan muddatdan boshlab 2024-yilgacha hamma namozlarni qazo qilganman. Hatto aytaman 2024-yildan oldin ham 5 mahal o'qidim yoki 30 kun ro'za tutardim. Lekin mana shu muddatdagi 5 mahal namozni va yillik 30 kun ro'zasini hammasini qazo qilganman va yil davomida misol 5 mahal namoz bugun misol 5 mahal namoz o'qidim. Undan tashqari qazo namozlarini ham o'qiyman-da. Ya'ni o'sha oldingi qarzimni yopish uchun. Nima? Har xil. Kuchga qarab, vaziyatga qarab ro'za ham misol o'tgan yili to'liq tutganman, undan o'tgan yillarni o'sha hisoblamaganman-da.
O'sha yillarni ro'zasini ham misol bitta yil bo'yi imkon qadar tutib sekin asta yopaman. Ya'ni u dunyoda men savol javob qilishim aniqligini bilgan holda bu dunyoda hozir o'zimni o'zim tergab turmasam, o'zimni o'zim hisob kitob qilib turmasam, bu juda qiyin. Bu narsani sizlarga ham maslahat berardim. Shuning uchun ertadan emas, keyingi oydan emas, keyingi haftadan emas, bugundan boshlash kerak. Dunyoni o'zgartiraman desang, o'zingdan boshla deydi-yu. Xullas, kimda qanaqa savol bor? O'zingizga qanaqa pul tikishni bilmasligingiz mumkin. O'ylab ko'raman. Ancha oldingiz bizga. O'z ko'p narsa sizlarga yetib bo'lganman o'zi ancha oldin. Xullas, obuna bo'lish esdan chiqmasin, kommentariy yozinglar, like bosinglar. Bu menga juda muhim.